Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, yaxshimisizlar? Kirib kelayotgan 2026-yildagi Qurbon hayitimiz hammamizga yaxshi niyatlar, yaxshi omadlar olib kelsin. Mana bo'lib o'tayotgan O'zbekiston do'stlik mefida bo'lib o'tayotgan xalq umumiy hasharida o'zimizning qissamizni qo'shyapmiz. Kimda orzu niyat, havas qilgan joyi bo'lsa, kommentariyaga yozib, o'zlaringiz tilaklaringizni bildirib ketasizlar. Mana ertaga hammamizni boradigan joyimiz mana shu joy. Kimdirni ko'nglini og'ritib, kimdirni oilasida qanaqangi ota-onasi, yaqinlari, birodarlar o'tib ketgan bo'lsa, joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Mana shu niyatimiz 2027-yil kirib kelayotgan Qurbon hayitimiz 2030-yilga ham mana shunaqangi yaxshi niyatlar olib kelsin. Hammamizni oilamizga tinchlik, xotirjamlik, bolalarimizga egalik qilish Allohim o'zi nasib ro'za aylasin.